Bo'ldi endi, yetar. Jonga tegdi hammasi. Charchadim. Karimov, haliyam ayolni tushunmaysiz-a? Yosh bolaga o'xshaysiz. 30dan so'ng har bir tana o'z qarashlariga ega bo'ladi. Meni ham 36 ga kirib tushungan haqiqatlarim ko'p. Tushuntiring unda. Birinchisi, yoshlikni befoyda ishlar bilan o'tkazish insoniyatning eng katta klassik xatosi hisoblanar ekan. Ammo bugun tushunganlarimizni anglashimiz uchun o'sha yoshlikni qurbon qilishga majbur edik. Meni ham 18 ga kirib tushunganlarim bor. Ko'p pul topish, lakshuri hayot, bankdagi raqamlar bu baxtli bo'lish degani emas ekan. Yana bittasi, ilm o'rgangan, kitob o'qiganni, katta bo'lganida katta odam bo'lganini ko'rdik. Katta bo'lganingda o'zingni ko'proq yaxshi ko'rging, qadrlaging keladi. Chunki umrning bahori o'tyapti. Go'zallikni quvib yetging keladi. Ammo ilojsiz. Sog'liq eng katta boyligingga aylanar ekan. Ota-onasini rozi qilganni faqat ko'karganini ko'rdik. Afsuski, bir ota-onaning farzandi bo'la turib, qaro yer talashganini ham ko'rdik. Qolaversa, kayfu safo, aysh ishrat, janonilar bilan vaqt o'tkazganga birov qarsak chalganini ko'rmadim. Avvallari yo'qolib qolishdan qo'rqardim. Hozir esa yo'qotishdan qo'rqaman. Chunki yolg'izlik insonni sindiradi. To'g'ri, odamlarni yo'qotmaguningcha qadrlamas ekansan. Sog'inganlarimiz biz tomon kelishmaydi. Nabarot, biz ular tomon ketyapmiz. Ha, yana bir narsa. Yashagan hayoting yaxshi narsalarni yodga solmasa, xatolaring vijdoningni tirnab yashaydi. 36 ga kirib tushungan eng zo'r haqiqatlarimdan bittasi, ishxonang hech qachon oilang bo'lmas ekan. Ular bilan faqat majlislarda birgasan. Yoshing katta bo'lganida ortingdan yurgan hamma machoni ham niyati toza bo'lavermaydi. Gapga chechanlik, gullar, va'dalar, ularning hammasi ham insoniy fazilatlarni bildirmas ekan. Eng alam qiladigani yo'qchilik erkakni g'urursiz, ayolni ishtonsiz qilganini ko'rdik. Sizchi, nechiga kirib nimalarni ko'rdingiz va tushundingiz? Gaplashamiz. Kecha omadli yurardim yayrab, qizlarning ko'zgusida sochlarim tarab.